uchburchak o'rta chizgiga taalluqli bo'lgan DTMdan test. Uchburchakning tomonlari KMN nisbatda o'rta chiziqlari hosil qilgan uchburchak perimetri Qga teng bo'lsa, berilgan uchburchakning tomonlarini toping. Bu testni yechish uchun uchburchak o'rta chizig'i haqida boshlang'ich ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Uchburchakning o'rta chizig'i ikkita tomon o'rtalarini birlashtiruvchi kesma bo'lib, u uchinchi tomonga parallel va uchinchi tomonning yarmiga teng bo'ladi. Testni yechishga o'tamiz. ABC uchburchak berilgan bo'lsin. Uning tomonlari nisbati KMN. Nisbatda, ya'ni tomonlari KMN nisbatda. Misol uchun buni men KX deb olsam, AB'ni. Buni MX deb olaman, BC'ni, AC'ni NX deb olaman. Mana uchburchak tomonlari KMN nisbatda bo'ldi. Endi o'rta chiziqlari hosil qilgan uchburchak, ya'ni AB'ning o'rta nuqtasi, BC'ning o'rtasidagi nuqta, AC'ning o'rtasidagi nuqtalarni birlashtirib uchburchak hosil qilindi. A1, B1, C1 uchburchak perimetri Qga teng bo'lsa, ABC uchburchakning tomonlarini toping deyilgan. Har bittasini AB, BC, AC'ni toping deyilgan. Endi uchburchakka o'rta chizig'i bo'lyapti mana. AC'miz NX ga teng bo'lsa, unga parallel bo'lgan o'rta chiziq NX taqsim 2 bo'ladi. Uni yarmiga teng. Ya'ni BC MX ga teng, unga parallel bo'lgan o'rta chizig'i MX taqsim 2 bo'ladi. AB KX ga teng, unga parallel bo'lgan o'rta chizig'i KX taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni A1, B1, A1, B1, C1 uchburchak perimetri Qga teng deyilgan. Demak, NX taqsim 2 mana A1, B1 plus KX taqsim 2, KX taqsim 2, ya'ni B1, C1 plus A1, C1'imiz MX taqsim 2. Yig'indisi Qga teng. Bundan x topa olamiz. Uning uchun x qazdan tashqariga chiqaramiz. Uchalasidan qazdan tashqariga chiqarsak, endi bitta qilib yozaman men. Bu yerda qoladi n plus k plus m taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni qazdan tashqariga chiqardik dedim, alohida qilib yozdim uni men. Qaz qo'ysam ham bo'ladi. Teng q. Bundan x ni topsam men 2 ko'paytirib bu o'tadi. M plus k plus n bo'lib o'tadi. Ya'ni 2q bo'ladi. N plus k plus m. Endi AB'miz KX ga teng, BC'miz MX ga teng, AC'miz NX ga teng. X o'rniga bu sonlarni qo'ysak, uchburchakning o'sha berilgan tomonlari chiqadi. X ni topuvdi. X'imiz 2q taqsim m plus k chiquvdi. AB'miz KX, BC'miz MX, AC'miz NX chiquvdi. Chizmada ham boshqatdan chizib ko'rsatib qo'ydim. X o'rniga har bittasida KX dagi X o'rniga 2q taqsim m plus k ni qo'ydik AB'ni topish uchun. BC'ni topish uchun ham X o'rniga shu narsani qo'ydik. AC'ni topish uchun ham qo'ydik. Va AB, BC, AC tomonlari topildi. Berilgan testimiz javobi A. Bu test professional ikkinchi qismida olindi.